Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 13-mart haftaning payshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimizni Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga olib kelganmiz. Bu ishlarimiz ko'rib o'tganlaringdek atlasli holatda. Razmerlari esa standart 6, 12, 25. Bu 4-mashinamiz bo'ladi bu. Oldin ham gaz ishlamagan payt ham to'kib ketganmiz. 2-3 mashina, bu 4-mashina. 40 mingta olishyapti. Katta obyekt qurishyapti mana. Hammaga shunaqa katta chiroyli uylar qurish nasib qilsin iloyim. Ko'rib turganlaringdek ishlarimizni holatlari chiroyli holatda chiqyapti. Zavodimizni o'zida 850 so'mdan. Zavodimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida joylashgan. Ko'pchilik sho'rini so'raydi mana. Yomg'ir qorlarda ham turdi. Xudo xolasa sho'rlashgani yo'q. Endi oldindan aytib o'tamiz, 5-10% bo'lishi mumkin deb. Xudo xolasa chiqqani yo'q, xudo xolasa sho'rlari. Kimga shunday qishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beryapmiz. Hozir to'kilish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib o'tganlaringni oldingi to'kilgandagi holatlari. Hozir mana yangisini olib kelganmiz. Sinoqlarni nihoyatda kam holatda chiqardi, xohlasa. Xudo xolasa yangi g'ishlar chiqishni boshladi va yangi g'ishlardan. Mana sifatini so'raganlar uchun yaqindan ko'rsating deganlar uchun mana yaqindagi holatlari ko'rib turganlaringdek atlasli holatda chiqyapti. Kimga shunday qishlar kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.